Tak. Ko'ramiz. Yangi o'yin. Tak, demak. Resident Gulder'da Pico Mordor'da Alpha Media Mordor, ikkita Mordor bo'ldi. Misty Mountain, Brook, Oppo Misty Mountain'da, Brook Erebor'da, Gaga har doimgidek Gondor'da, Admin Erebor, Donatram Erebor. Bu Ereborlar jangini ko'ramizmi? Ryzen Gulder'da Urgator. Ana ko'ramiz. O'yinchilar resurs qo'shishdan boshladi. Demak, kategoriyalari Grup A, Oppo A kategoriyada, Alpha Media C kategoriyada, Gagarinlik C plusida, adminni ham C plus yoki D ga ko'chirib qo'ysa ham bo'ladi. Donator D, Ryzen D, Pico ham D. Demak, ikkita A ga, ikkita D, 3 ta D почти. Pikes from Mordor. 4 ta D ekan. Demak, Pico Doktor Resursiga hujumga o'tyapti. Admin ham hujumga o'tib ketdi. Gagaga qarshi. Former pikeman. Oppo hali resurs bilan ovora. Resurs ko'ryapti hali. Demak, Pico hujumga o'tdi birinchi bo'lib. Bu yerda admin hujum boshladi. Gagaga qarshi, Pico Alpha Mediaga qarshi hujum boshladi. Demak, Brook qo'shin chiqarishni boshlagan. Oppo himoyalanyapti. Qo'shin chiqarib. Pico Nazgulda hujumga o'tdi. Nazgulda juda kuchsiz bo'ladi. Oqqochdi o'z vaqtida. Demak, Oppo Alpha Mediani himoya qilyapti.
Donator Ereborda juda ham kuchli o'ynaydi, lekin randomda Erebor tushib beribdi. Ready for the front. Yaxshi. Demak, Oppo Ryzen'ni resurslariga hujumga o'tdi. Bu yoqda admin bilan Gaga qattiq jang qilyapti ekan. E'tibordan chetda qolib ketibdi. Piko Nazgullarni urg'inini oshiryapti hozir. Faqat resursga hujum qilyapti. Bugun yana Tonka bazm qiladimi deyman. Tonkalarni chiqarib hujumga o'tyapti. Alfa Mediaga qarab, bu yerda Donator hujumga o'tyapti. Donator hujum boshladi. Ryzen taka qo'shin yig'yapti. Bu yerda Oppo'ga qarshi Piko, Alfa Media 2ga 1 jang qilyapti hozir Pikoning geroylari bu yerda Nazgullar o'yinni oshiryapti. Jangga Donator ham qo'shilyapti. Donator hujum qilyapti hozir. Oppo bilan Alfa Mediaga qarshi. Oppo silah ishlatyapti. Karlarga qarshi. Tak, qarama-qarshi hujum. Alfa Media Pikoni bazasiga qarama-qarshi hujum qilyapti. Buni hali menimcha Piko sezgani yo'q. Pikoni himoyada bitta guruh askari bor ekan. Ular to'g'ri Towersga qarab hujum qildi. Alfa Media Towersga qarab hujum qildi. To'g'ri. Towers uradimi? Towers urib qo'yadi menimcha. Tak. Gaga bilan admin birga bir urushyapti hozircha. Ruh qo'shinini orqaga qaytardi. Menimcha Gagaga yordamga boradi. Yo'q, bormadi. Bu yerda Ryzen Alfa Mediaga qarab kirib boryapti. Ryzenni Alfa Media bilan Oppo to'xtata olmayapti hozir. 2ga 1 jang qilyapti. Demak, Pikoni Towersni urishdi. Alfa Media urdi 1ga 1. Himoyaga askarlar yetib kelgan. Pikoni Bruh hujumga o'tdi bu yoqda. Kimga? Bruh adminga qarab hujumga o'tdi menimcha. Towersga qarab ketyapti. Qo'shinni to'g'ri Towersga qarab olib ketyapti. Demak, Pikoni bu yerda Donator yordamga yetib keldi Pikoga. Tak. Ryzen qaytardi geroylarini. Ryzen qo'shinini orqaga qaytardi. Piko Donator bilan hujumni bartaraf qildi. Xo'p, bu yoqda Bruh adminga tikka kirib boryapti. Towersiga qarab. Admin qaytadimi orqaga? Yo'q, admin hali xabari yo'q. Endi xabar topdi. Bruh adminga hujumga o'tdi Towersiga qarab. Donator bilan Ryzen adminga yordamga kelyapti. Nazgul o'lib qoldi. Nekroni ham urishdi. Bruh yaxshi hujum qilyapti hozir. Qaytarish olmayapti. 2ga 1 Bruh olib ketdi. Alfa Media yordamga kelyapti bu yoqda. Mordor askarlari bilan birga.
Piko hujumga o'tdi. Piko Alfa Mediaga qarab hujumga o'tdi. Alfa Mediani Oppo himoya qilyapti. Bu yerda Gaga bilan admin qattiq jang qilishyapti lekin. We cannot hold this line. Demak, hujum bartaraf qilindi. Admin Towers qoldi. Donator bilan Ryzen hujumni bartaraf qildi. Bu yoqda Alfa Mediani qo'shini yo'q bo'lib ketdi. Alfa Media o'zini himoyalayapti Pikodan. Piko hujumda. Va ular askarlarini, Pikoning askarlarini yengib, Oppo bilan Alfa Media Pikoga hujumga o'tyapti. Ryzen yordamga kelyapti. Donator ham yordamga kelyapti. Bu yerda 3-2 jang ketyapti. Bruf qayerda? Bruf qo'shinlari yengilgandi hozir hujumda. Piko Towers jang qilyapti hozir. Admin ham Towers jang qilyapti. Admin bu yoqda qo'shinlarining Gaga yengib o'tyapti. Gaga qo'shinini maydalab tashladi admin. Yo'q. Gaga chekindi. Gaga chekindi orqaroqqa. Bu yoqda Piko, Ryzen, Donator Oppo'ga qarshi. Alfa Mediani qo'shini yo'q bo'lib ketibdi. Alfa Media chekinyapti, ozgina qo'shinni, u qo'shini birinchi babi yo'q ketsa kerak. Hozir Ryzen bilan Donator hujumga o'tdi. Donator qaytardi qo'shinini orqaga. Ryzen bir o'zi hujumga o'tdi. Bu yoqda Oppo yordamga keldi. Oppo yana chekindi. Ryzen hujumda. Donator yordamga keldi. Demak, bu yerda Piko, Donator, Ryzen, Oppo bilan Alfa Mediaga qarshi jang qilyapti. Alfa Mediani bazasiga kirib boryapti asta-sekin. Bu yerda Gaga bilan admin qattiq jang qilishyapti. Shular teng hozircha. Bir-birini ayamasdan kirishyapti hozir. Demak, Piko Towers qurdi. Pikoga menimcha donat qilishgan bo'lsa kerak. Sheriklari, lekin hali admin Towers jang qilyapti. Hilalarsiz urushyapti, shuni ham yengilyapti menimcha. Xo'p. Ryzen bilan Donator Alfa Mediani bazasiga kirib boryapti. Qattiq jang ketyapti lekin bu yoqda. Ryzen, Donator, Piko hujum qilmayapti. Pikoni faqat to'nkalari borib jang qilyapti. Demak, Donator orqaga chekindi. Piko ham chekindi orqaga. Ryzen ham chekindi. Guruh yordamga yetib kelgan ekan bu yerda. Bu yoqda nima bo'lyapti? Gondor bilan Yerabor hali jang qilyapti. Ya kechirasizlar. Gaga bilan admin hali ham jang qilyapti. Oppo bu yoqda chekinayotgan askarlarni qilishni o'g'ri. Donator. Ryzen hujumga o'tyapti asta, yo'q. Qayt chekinishdi. Qo'shin yig'ish uchun chekindi ikkala tomon ham. Bu yerda Gaga adminni ancha mazasi qochib qo'yibdi. Gaga adminga hujumga o'tdi. Resurslarni urib chiqyapti bitta. Adminga kim yordamga keladi adminga? Negadir adminni esdan chiqarib qo'yishdi. Kuch bu yoqda qattiq jang ketyapti. Tak, bu yoqda Bruf bilan Oppo Pikoga qarshi hujumga o'tdi. Donator orqadan qarshi hujumga uyushtiryapti. Tak, Piko qo'shinni chekittiryapti. Ryzen yordamga yetib keldi bu yoqda. 2 ga 3. Alfa Media hujumga o'tdi. 3 ga 3 qattiq jang ketyapti o'rtada. Alfa Media yana Towersga qarab hujum qildi. Bu yoqda Erebors. Donator Oppo'ni geroiga qarshi urushyapti.
Ryzen Brooks qo'shinini yengdi. Ryzen Brooks qo'shinini yengyapti. Demak, Oppo ortga chekindi. Alfa Media Towers urib qo'yadi hozir. Yo'q, ura olmadi. Pico kimni quvlab ketdi hozir? Yo'q, Pico qarshi hujumga o'tib ketdi. Qarshi hujumga qarab o'tib ketyapti Pico. Demak, Tower saqlanib qoldi. Bu yerda Ryzen hujumda. Donator chekingan orqaga. Bu yerda Gaga chap tomondan kirib kelyapti. Adminni asta-asta yo'q qilib kelyapti. Adminga kim yordamga boradi? Buruq qo'shinini chekirtirdi o'zini bazasiga. Bu yoqda Ryzen hujumga o'tmoqchi. Ryzen Alfa Mediaga hujumga o'tyaptimi? Yo'q, qaytardi. Pico resurslarni urgan. Ha, mana. Donator adminga yordamga ketdi. Demak, admin bilan Donator Gagaga qarshi. Gaga qo'shinni boshlab kelyapti bu yoqda. Pico soqqani qo'yapti. Gaga chekindi, 2 ga 1 chiqish xohlamadi. 3 ga 1. Bu yoqda Ryzen ham hujumga o'tib ketyapti orqasidan. Adminga yordamga borishdi o'z vaqtida. Sal qolganda menimcha adminni o'yindan chiqarib yuborishardi. Tak, admin Towersni Ryzenni bazasiga olib kelib quryapti. Yaxshi, o'zini o'zi himoyalayapti bu. Gagani bir o'zi qolib ketyapti bu yoqda. Gagaga qarshi 3 ta qo'shin kelyapti. Ryzen, admin, Donator. Gagaga qarshi hujumga o'tdi. Bu yoqda Brooks qarshi hujumga o'tmoqchi hozir. Himoyasi qolgan bazaga qarab hujum qiladi menimcha. Oppo hujumga o'tyapti Picoga qarshi. Oppo katta qo'shin bilan kelyapti. Pico chekindi orqaga. Bu yoqda Alfa Media yana hujumga o'tyapti. Elita askarlar chiqargan Alfa Media. Pico 2 ga 1 qoldi. Bu yoqda kim qaytadi? Ryzen Gondorga hujumga o'tdi. Gagaga hujumga o'tdi Ryzen. Donator bazasini himoya qilyapti. Oppo bilan Donator bir-biriga qarshi jang qilyapti. Bu yoqda Pico biroz qolib ketgan. Picoga qarshi Oppo bilan Alfa Media. Opponi chiqarib yuboradimi? Opponi o'yindan chiqarib yuboradi menimcha. Towersni buzdi chunki. Bo'ldi, buzadi. Towersni aniq buzdi. Pico o'zini himoyalab Ryzen bazasiga armiya qurib qo'ygan. Tak, Ryzen Gagaga qarshi urushyapti bu yoqda. Hujumga o'tgan. Janglar bilan, filalar bilan Gaga o'zini yaxshi himoyalayapti. Ryzen qaytdi orqaga. Ryzen chekindi orqaga. Bu yerda Piconi Oppo bilan Alfa Media bazasini yakson qilib tashladi. Hamma resurslariga ham o'tkazayapti. Lekin hali Pico o'yinda. Pico bittagina armiyasi bilan saqlanib turibdi hozir. Demak, Alfa Media bilan Oppo Ryzenni bazasiga kirib kelyapti. Ryzen orqaga qaytyapti. Bu yerda adminni bir o'zi qolib ketgan. Faqat resurs qurish bilan ovora. Bu yerda Donator yordamga yetib keldi Ryzenga qarshi Oppo bilan Alfa Media. Oppo chekindi orqaga. Alfa Media
qo'shini sekin tormor bo'lyapti hozir bu yerda. Tak, Ryzen geroylarini olib kelyapti o'zini bazasiga. Alfa Media xavfni bartaraf qildi hozir. Kechirasizlar. Donator xavfni bartaraf qildi. Alfa Media'ning qo'shinini qaytardi orqaga. Chekinishdi ular. Oppo qo'shin yig'yapti bu yerda. Demak, Gaga bu yoqda fursatdan foydalanib qo'shinini chiqaryapti. Demak, Oppo hujumga o'tyapti yana. Guruh ko'rinmayapti. Guruh armiyalar yig'ish bilan bor ekan hali. Bu yerda Alfa Media qo'shin chiqaryapti. Alfa Media kelib donator bazasiga joylashdi. Ryzen janoblari ikkita towers qurib qo'yibdi. Himoya uchun. Donator Oppo'ni chekinishga majbur qildi. Donator armiyasi juda kuchli. O'yinlari 2 geroylarini chiqarib olgan. Bu yerda Ryzen Necroman'ni qo'shiniga olib kelib qo'ygan. Demak, Oppo bazasiga qarab chekindi. Alfa Media'ning qo'shini hozircha tormor bo'lgan. Bu yerdan Gaga asta hujumga o'tyapti. Donator bazasiga qarab. Admin resurslarini urib kelyapti bir chekadan. Admin qo'shin yig'yapti hozir bu yerda. Demak, Guruh komandasi Ryzen'ning komandasini qamab qo'ydi burchakka. Bir joyga taqab qo'ydi. Har tomondan hujumga o'tyapti. Lekin taslim bo'lish niyati yo'q donatorlarni, Ryzen'larni. Guruh hali jangga kirmayapti anchadan beri. Geroylari Torinni 5 qildi. Svayn 7. Kili 3. Askarlarni hammasini qamayapti. Konga qamab qo'yishyapti. Mana. Askarlarni hammasini konga qamab yotishibdi. Tak, guruh. Guruh pakajim. Yo'da Oppo qo'shinini olib kelib Ryzen'ning bazasiga hujumga o'tyapti. Alfa Media qani? Alfa Media sila bilan hujum qilyapti. 15 talik sila o'rgimchaklar. Demak, Bitcoin resurslariga hujumga o'tdi Oppo. Donator yordamida. Ryzen qarshi hujumga o'tmoqchi bo'lib turibdi. Ryzen qarshi hujumga qarab o'tib ketadimi deyman menimcha. Bu yoqdan Guruh hujumga o'tyapti. Har tomondan hujum qilishyapti. O'yin juda ham qattiq kechyapti lekin. Tak, Pico Towers'ni donator bazasiga olib kelib qurdi. Bu yoqda 2, 3, 4, 5 ta Towers qurishdi. Guruh hujumga o'tyapti. Gaga nimaga to'xtadi? Gaga ham hujumga o'tdi mana. Gaga bilan Guruh chap tomondan hujumga o'tdi. Tak. Bu yerda Oppo bilan Ryzen jang qilyapti. Donator Guruhga qarshi yetib keldi. Gaga adminni Towers'ga qarab hujumga o'tadi menimcha. Resurslarni urib kelyapti hozir. Adminda armiya yo'q. Umuman armiya yo'q. Tak, guruhda donator to'xtatdi. To'xtatib qoldi. Bu yoqda Alfa Media grunt chiqardi. Gruntda hujum qilishadi. Endi bir chekadan tekis. Endi qarshi hujumni qaytarish olmasa kerak. Alfa Media juda kuchli qo'shin qilib yig'ib olibdi. Bu yoqda
Oppo donatorga qarshi jang qilyapti ekan. Demak, Nazgullar Oppoga qarshi hujum qilyapti hozir. Oppo chekinyapti orqaga. Bu yerda Gagaga qarshi donator. Gaga hujumda. Pico yordamga kelyapti donatorga. Nazgullar bilan birga. Nazgullar orqaga qaytdi. Bu yerdan Oppo asta hujumga o'tyapti o'ng tomondan. Oppo hujumga o'tyapti. Alfa Media grunt bilan hujumga o'tishyapti. Mordir. Mordirni men juda ham yaxshi ko'raman, yaxshi. Aksiya. Demak, Oppo nega orqaga chekindi? Oppo orqaroq chekindi hozir. Ozroq chekinish qildi. Bu yerda donator qo'shin yig'yapti. Pico Nazgullarda gruntga hujum qildi. Yaxshi. Nazgullarni olib qochish kerak. Bu yoqda Oppo yordamga yetib keldi. Nazgul saqlab qola olmaydi-yo. Ryzen bu yoqda Oppoga qarshi hujumga o'tyapti. Grunt jonini yarim urib qo'yib qanday urgan bo'lsa. Bu yoqda Oppo bilan Alfa Media hujumga o'tyapti o'ng tomondan. Bruh shu yerda yordamga yetib kelganda, Bruh ketish ehtimoli katta edi. Bruh to'xtab qolyapti. Nima bo'lyapti Bruh? Oppo bilan Alfa Media to'g'ri Towersga qarab ketyapti. Mana. Adminni Towersni uradimi deyman. Yo'q. Grunt to'xtatib qoldi. Grunt juda sekin. Hozir undan ko'ra trollar bilan o'ynagan yaxshiroq. Nazgullar qarshi hujumda. Donator yetib kelyapti yordamga. Menimcha Towers ura olmasa kerak. Taxminim. Chunki donator katta qo'shin bilan keldi yordamga. Bu yoqdan Ryzen yordamga yetib keldi. Ryzen bo'rlarni tashadi, trollarni yo'q qildi. Alfa Media'ning qo'shinini yanchib tashashdi. Demak, bu yoqda Pico qarshi hujumga o'tib ketgan. Pico qarshi hujumda Morlockni nima qiladi? Yo'q qiladimi? Morlock ketdi. Alfa Media'ning geroylari bilan birga yo'q qildi. Nazgullar yaxshi, zo'r jang qildi. Pico juda aqlli o'ynaydi. Kimni Towers edi endi? Alfa Media dushmanni ba'zi territoriyasiga kelib Towers qurib qo'ydi. Bu hazilmidi bu? Demak, chap tomondan Gaga hujumga o'tdi. Yo'q, Gaga chekindi. Donator juda yaxshi himoya qilaveryapti ba'zilarni. Donator juda yaxshi ushlab turibdi. Qo'shini ham juda kuchli, gnomlarni yig'ib olgan. Geroylari 7, 8. Urginlari 4. Ryzen bilan Pico qo'shinlarini birlashtiryapti. Pico Nazgullarda resurslarga hujumga o'tyapti, Alfa Media'ning resurslariga. Mana gruntni Nazgul bilan urushyapti. Voy. Ajoyib taktika. Nazgullar juda tez urar ekan. U oddiy yerdagi nimalar ura olmasdi gruntni. Voy, Pico'ning aqliga bali. Bu yoqda Bruh va nihoyat hujumga o'tdi. Bruh
Guruh Gaga bilan birga chap tomondan hujumga o'tyapti. Unga adminni Brozda qarshilik qilmoqchi. Oppo. Nimalar bordi Oppo? Oppo 25 talik sila tashadi. Bu aniq Oppo'niki bu. Nomlarni olib qo'shdi. Qanaqa olib qo'shdi nomlarni? Chap tomon menimcha dosh bera olmaydi. Qo'la chuvalchangni ham tashashdi. Yana 25 talik sila Oppo tashadi. Ikkita 25 talik sila tashyapti Oppo hozir. Boshqachasiga kuchi yetmasdi Donatorga. Donator armiyasi juda ham kuchli edi. Boshqachasiga kuchi yetmasdi. Hozir ham kuchi yetmasa kerak kuchli ham. Tak, bu tarafda nima bo'lyapti? Tak, Oppo hujumga o'tyapti. Oppo Ryzen'ga hujumga o'tyapti o'ng tomondan. Alfa Media Jim. Alfa Media qo'shin yig'ish bilan ovora. Guruh bilan Gaga hujumda. Donatorni bir o'zi qarshilik qilyapti unga. Donatorni bir o'zi qarshilik qilyapti, bas qilyapti. Qo'shini kuchli Donatorni. Demak, bu yerga Ryzen 25 talik sila bilan yordamga kelgan ekan. Ryzen 25 talik sila tashlab bergan. Qoyil. Donator to'versini saqlab qoldi. Maydalab tashashdi. Kuchi yetmadi Oppo'ni ham. Oppo hali hujumda askarlari bor, geroylari bor. Bizdan qo'yish ehtimoli bor. Demak, Alfa Media hujumga o'tyapti o'ng tarafdan. Oppo chekinyapti orqaga. Bitta qarshi hujum kerak edi-da. Donator hujumga o'tsa bo'lardi qarshi hujumga. Guruh bazasiga hujumga o'tish kerak edi shu vaziyatda. Agar shunday qilganda guruhni o'yindan chiqarib olsa ham bo'lardi, yetib kelishga menimcha yetib kela olmasdi-yu u yordamga. Chekindi. Alfa Media chekindi orqaga. Bu yerda Donator Gagani quvlab ketyapti. Qo'shini bilan oxirigacha borsa ham bo'lardi menimcha. Unga yordamda, admin yordamda, ikkita otryadi bor adminni. Bu nomlar hammasi Gondorni quvlab ketdi. Donator chekindi. Alfa Media ham chekindi. Chekinmaganda yo'q bo'lib ketardi Alfa Media. Kallasi ishlab qoldi yaxshi. Demak, Pico Ryzen bilan qo'shinni birlashtirib turibdi. Demak, Oppo qo'shin yig'yapti. Gaga hujumga o'tdi. Gaga adminga hujumga o'tdi. Bu yerda Pico bilan Ryzen Alfa Media hujumga qarab o'tyapti. Hujumga qarab ketyapti. Kim yordamga kelar ekan? Ryzen to'xtadi. Pico'ni bir o'zi hujumda. Komanchilar bilan hujum qilib. Demak, Ryzen bilan Pico Alfa Mediaga qarshi bir-birlariga 25 ta silalarni tashlayotishdi. Bu yoqda kim? Gaga bilan admin bu yoqda jang qilishyapti. Gaga chekindi orqaga. Tak, endi buni ko'r. Bunga qarshi Dvayn bilan Ныне я покидаю вас. endi o'ldi. Ikkita geroyni urdi yaxshi.
Admin Gagani ikkita geroyni urib oldi, yaxshi. Demak, donator hujumga o'tyapti, donator. Yo'q, yordamga kelyapti. Opoga qarshi. Opoga qarshi yordamga kelyapti. Bu yerda Piko bilan Ryzen qamalda qolgan. Nazgullar qochib keta olmayapti. Nazgullar juda sekin. Ye? Opo katta trollarni chiqarib ketdi. Monta gigantlarni chiqarib ketdi. Opo chekindi orqaga. Bu yerda admin nima qilyapti admin? Ozgina qo'shini bilan Gagaga hujumga o'tib ketdi. Guruh armiya yig'ib yig'yapti hozir bu yerda. Admin chekindi orqaga. 25 ta hile ishlatdimi deyman. Admin kim bo'lsa ham 25 ta hile ishlatib ko'rmay qoldi. Hile chiqaribdi. Piko resurs qilyapti. Piko puldan juda ham qiynalayotgan bo'lsa kerak. Ha, bu yerda Oppo bilan Alfa Media qo'shin yig'yapti. Menimcha bittalashib hujumga o'tishi kerak. Himoyada kim? Himoyada Piko bilan Ryzen. Donator qo'shinini Roversni oldiga olib kelyapti. Donator geroylarda juda ham zo'r o'ynaydi, yaxshi o'yinchi. Demak, Ryzen hujumga o'tyapti. Ryzen tekin orqaroqqa. Bu yerda Alfa Media Nazgullarni rakka o'tkazib oldi, yaxshi, havodan o'tkaziladi menimcha. Alfa Media aylanib o'ng tomondan Pikoni resurslariga hujumga o'tyapti. Ichking uruyni bir. Ichkingga agar 10-o'ringa ko'tarib olsa, bu bitta armiyani yo'q qilib degani. Demak, Alfa Media o'ng tomondan hujumga o'tdi, unga qarshi Ryzen geroylari bilan nima qilmoqchi Nekro? Ha, mana. Bir deganda elita qo'shinini yo'q qilib yubordi. Yarim 80% ni yo'q qilib yubordi. 80%. Xuddi shu flash, xuddi shu sila Ichkingda ham bor, 10-o'rinda. Menimcha bundan kuchliroq bo'lsa kerak. Donator bu yoqda Gagani quvladi. Yo'q, chekinmadi orqaga, jang qilishyapti. Gaga bilan Donator jang qilyapti. U mana to'g'ridan guruh qo'shinini olib kelyapti. Donator chekindi orqaga. Yo'q, chekinmadi. Hujumga o'tib ketdi. Piko 15 talik sila bilan yordamga yetib keldi. Menimcha guruh shu yerda yo'q qilishadi, maydalashadi. 25 talik sila tashladi. Alfa Media sila tashladi 25 talik. Ryzenga qarshi Alfa Media'ni qo'shini yo'q. Bu yerda faqat Oppo Ryzenga qarshi urushyapti.
Bu yerda donatorlar bir o'zi ruh bilan Gagaga qarshi jang qilyapti. Deyarli yengib qo'ydi. Piko Draglarda yordamga keldi. Chekinyapti hozir donator orqaga. Admin ham bor ekan. Admin yo'q. Bu guruh askarlari ekan, adashibman. 3 ta frakter nima tushgan? Bera tushgan. Demak, Gaga hujumga o'tdi. Gaga Toversiga hujum o'tyapti. Donator himoyalanyapti. Bu yerda Piko yordamga yetib keldi. Tak, o'ng tarafdan kim? O'ng tarafdan Popo hujumda. Rayzlarni qo'shinni yo'q borishdi. Demak, Piko qarshi hujumda otliqlar bilan Alfa Media qarshi hujumga o'tdi. Endi kontrol qilyapti. Yaxshi, donator hujumni bartaraf qildi Piko bilan birga. Piko bilan juda ham qiynalayotgan bo'lsa kerak. Admin ayniqsa. Adminni ham hech vaqt qolmagan. Bitta Tovers qolgan, hozir Toversni ham buzyapti aslida. Araba chiqarishga ham puli yo'q. Mana 25 talik sizlar bilan o'tishdi. Donator yordamga yetib keldi. Donator Opoga qarshi. 25 talik siglaga qarshi urushga ham bo'ladi. Siglalarni beryapti. Donator qo'shini yengildi. Donator qochish kerak qo'shinini. Saqlab qolish kerak qo'shinni. Bu yoqdan Alfa Media hujumga o'tyapti. O'ng tarafdan. Lekin Popo yengildi. Poponi qo'shini yengildi. Popo yana qo'shin chiqarishni boshladi. Alfa Media Ryzen'ni Piko'ni resurslarni uryapti. Ryzen Alfa Media'ga qarshi shunga o'tdi. Zombilar mucha tez yuguradi. Piko draglarni olib kelyapti. Nekro 70% askarini yo'q qildi. Ryzen Nekromenda. Deyam qonli olishib ketyapti. Demak, bu yoqda Gondor Gaga qo'shinini yig'ib qo'ygan. Guruh hujumga o'tyapti. Chap tarafdan tinmay hujum qilishyapti Gaga bilan guruh. Lekin Donator juda ko'p joyda ushlab turibdi. Yani to'g'ri, biroz ushlab turmagani bilan baribir ancha-muncha ishda Donator hal qilyapti. Donator himoyaga qarab ketdi. Guruhga qarshi era bo'lmadi. Bunda bartaraf qilolmasa kerak. Kuchli hujum qilyapti hozir. Toversiga qarshi qilyapti. Filalanishga borish kerak. Tovers bilgandan keyin qolmaydi. Tak, bu yerda Oppo o'ng tarafdan hujum qilyapti. Alfa Media hozircha yo'q. Alfa Media qo'shini tayyor emas. Piko yordamga boryapti Donatorga. Piko Donatorga yordamga boryapti. Donator yana saqlab qoldi. Donatorga qarshi 25 talik silalar ishlatishyapti, lekin foydasi bo'lmayapti. Bu yerda Rising 25 talik sila bilan yordam kelgan ekan. Gagaga qarshi
hujumga o'tib ketishdi. Donator qarshi hujumda. Gagani quvlab uryapti. Tak, bu yerda nima bo'lyapti? Alfa Media faqat grunt chiqardi bugun. Qayerdan chiqdi endi u? Ha, mana Alfa Media grunt chiqardi yana. Demak, Donator chekinyapti orqaga. Guruh katapultalarni uryapti. More orcs from the dungeons. Alfa Media bilan Oppo qo'shin yig'yapti. Mana Piko qarshi hujumga o'tib ketdi. Piko Nazgullarda qarshi hujumga o'tdi. Resurslarni uryapti hozir guruhda. Guruh resurslarini orqaga chekin. Ha, bu yoqda Oppo yordamga keldi. Havoga qarshi naytalar bilan Alfa Media Ryzen'ga hujumga o'tdi. Nazgullarni chekintiryapti orqaga qarab. Bu yerda Donator armiyasini Sovyetni oldiga olib kelib qo'ydi, himoyaga olib kelib qo'ydi ya'ni. Tak, bu yoqda Ryzen bilan Alfa Media jangi ketyapti. Ryzen Alfa Media'ni qo'shinlarini shunchaki qiryapti. Bitta Necro bilan. Yana Mordorda Witch Kingni chiqarib, Witch King urvinini 10 qilib olish kerak edi. Necrodan kuchli edi Witch King. Ham tez, ham kuchli. Silasi ham urvini 10 bo'lgandan keyin ancha kuchli. Mana Piko Nazgullar bilan o'tdi. Mana yana Alfa Media'ni qo'shini yo'q. Bu yerda Donator bir ushab turib chekadi. Tak, guruh katapultalar bilan yordam keladi. Piko kelish kerak edi bu yoqqa yordamga. Katapultalarni Piko osongina urib tashardi. Lekin bu yoqda qarshi hujumga o'tib ketishdi. Ryzen bilan Piko qarshi hujumda o'tib ketishdi. Tak. To'g'ridan Oppo hujumga o'tdi. Donatorga qarshi, Donatorda qo'shin Oppoga qarshi himoyalanyapti hozir. Piko 15 talik sila, 15 talik sila bilan yordamga keldi. Yana kim sila tashlaydi? Ryzen sila tashladi bu yoqqa. Opponi silasi menimcha. Oppo 25 talik sila tashladi bu yoqqa. Guruh katapultalarda hujumga o'tdi. Ryzen Alfa Media'ni bazasini tekisyapti bu yoqda. Nazgullar yordamga borish kerak edi. Katapultalarga qarshi. Gaga hujumga o'tdi chap tarafdan. Guruh Pikoni to'g'risiga hujumga o'tdi, to'g'ri. Ya. Qarshi hujumda Ryzen bilan Piko qarshi hujumda. Bu yerda Guruh bazani tekislab tashladi menimcha. Gaga jang ham qilmayapti. Gaga shunchaki tomosha qilyapti. Donatorni o'yindan chiqarib yuborish, Donator tekislash g'oyat. Menimcha endi tugadi hammasi. Endi tugadi. Guruh kutib bitta kuchli qo'shin olib keldi. Lekin Donator ancha qarshi hujum bitirib berdi, lekin bu yoqda Alfa Media'ni Ryzen bilan Piko tekisladi. Pikoni Nazgullar menimcha yo'q ketdi. Ryzen hujum samarasi bu yoqda Oppo himoyaga yetib keldi.
Nekroni sekin qilyapti orqaga. Alfa Media Grunt kelgan. Tugadi. Hozir Ryzen'ni toversini uryapti, ikkinchi toversini uryapti menimcha. Mana qonli jang. Qonli jang bo'ldi. Demak, bitta Ryzen qoldi. Ryzen faqat Necroni chekintirdi orqaga. Necroni joni ekan. Hech qila olmaydi. Bu yerda bitta geroyni orqaga qaytardi. Foydasi yo'q. O'yin tugadi joyida. Demak, ustasi hali tirik. Bu yoqdan to'g'ri quryapti Ryzen. Ryzenni bu o'zi 4 taga qarshi jang qiladimi deyman. Oppo yordamga keldi. Oppo hujumga o'tdi Ryzenga qarshi. Ryzen geroyi qolib ketyapti bir turda. Yo'lda vayskasi bor ekan. Oppo Ryzenga hujumga o'tdi. Buruq ham hujumga keldi. Alfa Media, bu yoqdan Gaga, 4 taga bitta. Vayskasi ham yo'q Ryzen'da, bitta Necro. Gal. Ryzen o'layotganda ham kimlardir o'ldirib ketadimi? Untalik silahsiz to'lmayapti Ryzen. Bu qo'shinni yo'q qo'yaradi. Davay, to'lmadi-da. Yaxshi, ketdilar. Mardonavor jang. Yana 5 talik silah tashladi. Ana